Junsang! Junsang! Sanxyuk, Junsang, qarzingni qachon berasan? men sendan qachon qarz olgan edim? Xotirang yo'qotganding-a. Mayli, qo'yaver. Qarzim yo'q sendan. Ey Jonsan, yaxshimisan jo'ra? 6 oy oldin qarz olganding, qachon qaytarasan? Men sendan qarz olmaganman. Xotirangni yo'qotganding-a sana. Bo'pti. Qarzim yo'q sendan. Ha Junsang, nima qidiryapsan? Eslolmayapman. Sen xotirangni yo'qotganding, ha? Mana lalaku tagligida olarding har kuni. Bu qanaqasi? Bu yangi qadoqdagisi, xomashyosi chet eldan keltirilgan, namlikni o'tkazmaydi, allergiya chaqilmaydi, zo'r taglik. Mana shuni olasan. Menga yozib qo'ying. Eski qarzingni qachon berasan? Qanaqa qarz? Tiryoq bor, olib ket. Shonga tegdi shu Junsanga. Qarzlaringni qachon berasanlar? Beramiz. Qachon berasanlar, aytlaring. Junsang, nima bo'lyapti? Ko'rmaysanmi, men ular qarz olishgan bermayapti. Sen xotirang yo'qotganding-ku, qanday eslayapsan? Men olganimni eslolmayman. Berganimni otni qashqasida eslayman. Kim berganini eslolmaydi? Aytgin menga, Sanxyuk.